Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 10 oktyabrdan boshlab ayrim fuqarolarning pensiyasi yangi ma'lumotnomasiz vaqtincha to'xtab qolishi, ya'ni bloklanishi mumkinligi haqida gap ketmoqda. Bu xabarni beparvo qoldirib bo'lmaydi. Chunki pensiya ko'p oilalarda asosiy daromad manbai hisoblanadi. Ayniqsa yoshi katta ota-onalarimiz nogironligi bor fuqarolar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar va chet elda yashab turgan pensionerlar bu mavzuni diqqat bilan eshitish kerak. Men bu videoda vahima qilish kerak demayman. Lekin men ekspert sifatida shuni aytaman. Hujjat ma'lumotnoma, yashash joyi, bank kartasi, pasport yoki shaxsni tasdiqlash bilan bog'liq masalalarda kechikish bo'lsa, pensiya to'lovi vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha eshiting. Chunki birgina e'tiborsizlik bir oylik pensiyaning kechikishiga olib kelishi mumkin. Avvallari ko'p hollarda pensioner bir marta pensiyaga chiqqandan keyin yillab bir xil tartibda pulini olib yurardi. Masalan, odam pensiya tayinlatgan, bank kartasini olgan yoki pochta orqali pulini olgan. Keyin esa har oy o'sha tartib davom etgan. Agar u yashash joyini o'zgartirmasa, hujjatlarda muammo bo'lmasa, chet elga uzoq muddat chiqib ketmasa, odatda hech kim undan tez-tez yangi ma'lumotnoma so'ramasdi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Davlat organlari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali tekshiryapti. Pensiya jamg'armasi, bank, mahalla, migratsiya, fuqarolik holati, soliq va boshqa tizimlar o'rtasida axborot almashinuvi kuchaygan. Bu nimani anglatadi? Agar bazalarda biror nomuvofiqlik chiqsa, masalan, odamning yashash joyi boshqa ko'rsatilgan bo'lsa, pasport muddati o'tgan bo'lsa, nogironlik bo'yicha ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, tiriklik holati tasdiqlanmagan bo'lsa yoki bank kartasi egasi bilan hujjatdagi ma'lumot mos kelmasa, to'lov tizimi avtomatik ravishda ehtiyot chorasi sifatida pulni ushlab turishi mumkin. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya bu oddiy sovg'a emas, davlat tomonidan qonun asosida beriladigan to'lov. Davlat har oy pul berayotganda shaxs haqiqatan ham shu to'lovga haqlimi, tirikmi, shu hududda yashayaptimi, imtiyozli yoki nogironlik guruhi amal qilyaptimi, bank rekvizitlari to'g'rimi, bularni tekshiradi. Oldin bunday tekshiruvlar ko'proq qog'oz orqali, sekin va qo'lda bo'lgan. Endi esa elektron tizim bir necha soniyada farqni ko'rishi mumkin. Farq ko'rinsa, inson tekshirguncha to'lov to'xtatilishi ehtimoli bor. Bu yerda eng muhim gap shuki, pensiya butunlay yo'qolib ketadi degan emas. Ko'p hollarda muammo hujjat bilan bog'liq bo'lsa, fuqaro kerakli ma'lumotnomani olib kelgach, to'lov qayta tiklanadi va ayrim holatlarda ushlangan oylar ham qayta hisoblab beriladi. Lekin bu jarayon vaqt oladi. Mana shu vaqt ichida odam dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, kredit yoki boshqa xarajatlarda qiynalib qolishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar xavf guruhida ekanini aniq aytib o'taman. Eng ko'p e'tibor berishi kerak bo'lganlar bu chet elda uzoq vaqt bo'lib turgan pensionerlar. Masalan, otaxon yoki onaxon farzandinikiga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketgan. U yerda 6 oy, 1 yil yoki undan ko'p qolib ketgan. Pensiyasi esa O'zbekistondagi kartaga tushib turgan. Bunday holatda tizim yoki mas'ul organlar fuqaroning tiriklik holatini, yashash manzilini yoki pensiya olish huquqini qayta tasdiqlashni so'rashi mumkin. Agar belgilangan muddatda ma'lumotnoma taqdim etilmasa, to'lov vaqtincha bloklanishi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan fuqarolar. Agar nogironlik muddati bo'lsa, masala biroz boshqa. Lekin nogironlik guruhi ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi yangilanmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Oddiy misol. Fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha oyga 20 million 200 ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsin, uning ekspertiza muddati 5 oktyabrda tugaydi. U esa komissiyaga borishni 20 oktyabrga qoldiradi. Shu orada tizimda nogironlik holati amal qilmayotgan deb ko'rinadi. Natijada noyabr oyidagi to'lov kechikishi yoki vaqtincha ushlanishi mumkin. Keyin u hujjatning yangi hol emas, qayta ishlovdan keyin tushadi. Uchinchi guruh yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Ko'pchilik shunday qiladi. Toshkentdan viloyatga ko'chadi. Viloyatdan poytaxtga keladi. Farzandinikida yashaydi. Lekin ro'yxatdan o'tish masalasini keyinga qoldiradi. Pensiya tayinlangan hudud bitta, amalda yashayotgan joy boshqa. Ba'zan pochta orqali pensiya olayotganlar uchun bu juda seziladi. Pochta xodim manzil bo'yicha borsa, odam yo'q, bir oy yo'q.
2 oy yo'q. Keyin bu fuqaro qayerda yashayapti degan savol tug'iladi. Shu sabab to'lov tekshiruvga tushishi mumkin. 4-guruh pasport yoki ID karta muddati, familiya, ism, tug'ilgan sana yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarda farq bo'lganlar. Masalan, eski hujjatda Kobilov deb yozilgan, yangi bazada Kobilov bo'lib qolgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1908 yil 3 mart, boshqa joyda 1928 yil 8 mart deb kiritilgan. Bunday mayda ko'ringan farqlar bank to'lovida ham, pensiya bazasida ham muammo chiqarishi mumkin. Men amaliyotda shunga o'xshash holatlarni ko'p ko'rganman. Odam men 10 yildan beri shu pensiyani olyapman. Nima uchun endi muammo chiqdi deydi. Sabab shuki oldin farq ko'zga tashlanmagan. Endi elektron tekshiruvda avtomatik ko'rinyapti. 5-guruh. Bank kartasi bilan bog'liq muammosi borlar. Pensiya kartaga tushadi, lekin karta muddati tugagan, karta bloklangan, bankdagi telefon raqami o'zgargan, karta boshqa odam ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zi oilalarda farzand ota-onasining kartasini olib yuradi, pin kodni biladi, pulni yechadi. Ota yoki ona esa qishloqda yashaydi. Bunday holatda bank xavfsizlik tekshiruvi o'tkazsa yoki pensiya egasining shaxsiy tasdig'i kerak bo'lsa, muammo chiqadi. Qonuniy tomondan pensiya egasi o'z yoki ishonchnoma asosida vakili orqali pul olishi kerak. Shunchaki o'g'lim olib yuradi degan gap har doim ham yetarli bo'lmaydi. Men bu yerda ham aniq aytaman. Hamma pensionerning pensiyasi avtomatik bloklanadi degan gap noto'g'ri. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, ID kartangiz amal qilsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyozli holatingiz bazada aniq ko'rinsa, bank kartangiz faol bo'lsa va siz doimiy ravishda pensiyangizni qonuniy tartibda olayotgan bo'lsangiz, ortiqcha vahima qilishga hojat yo'q. Masalan, 38 yoshli Onaxon mahallasida ro'yxatda turadi. Pensiyasi bank kartasiga tushadi. ID kartasi yangilangan, chet elga chiqmagan, nogironlik hujjati bilan bog'liq masalasi yo'q. Bunday odamning pensiyasi faqat 10 oktyabr bo'ldi deb to'xtab qolish kerak emas. Lekin baribir men bunday fuqarolarga ham bir marta pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki bankka murojaat qilib, ma'lumotlari to'g'riligini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan odamning o'zi bilmagan xatolik bazada turaveradi. Yana bir misol, 7 yoshli otaxon har oy pensiyasini pochta orqali oladi. U doimiy manzilda yashaydi, pochtachi kelganda o'zi imzo qo'yib oladi. Hujjatlari joyida. Bunday holatda xavf past. Lekin agar otaxon 3 oy davomida farzandinikida boshqa tumanda yashab, pochtachiga uchramasa, keyin savollar paydo bo'lishi mumkin. Demak, masala sananing o'zida emas. Ma'lumotning tasdiqlangan yoki tasdiqlanmaganida. Endi men bir nechta amaliy vaziyatni raqamlar bilan tushuntiraman. Birinchi vaziyat, pensioner oyiga 1.500.000 so'm pensiya oladi. U avgust oyida chet elga farzandinikiga ketdi. Oktyabrga kelib ham qaytmadi. Pensiya kartaga tushishda davom etyapti. Lekin tizim fuqaroning uzoq muddat chet elda ekanini ko'rishi yoki ma'lumot yangilanishini talab qilishi mumkin. Agar tiriklik va yashash holatini tasdiqlovchi hujjat so'ralsa, pensioner uni vaqtida taqdim qilmasa, noyabr oyida 1.500.000 so'm tushmay qolishi mumkin. Bu pul keyin hujjat topshirilgach qayta hisoblanishi mumkin, lekin pensioner o'sha oyda puldan foydalana olmaydi. Ikkinchi vaziyat. Fuqaro o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi. Oilada 37 yoshli bola bor. U maktabni tugatib, kollej yoki oliygohga kirgan. Ayrim holatlarda o'qiyotganlik haqidagi ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar bola o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, huquq saqlanishi mumkin. Lekin ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma olib borilmasa, tizim bu bola endi voyaga yetdi, to'lov huquqi tugadimi deb tekshiruv boshlashi mumkin. Natijada nafaqa vaqtincha to'xtashi ehtimoli bor. Bu yerda 300.000 so'm bo'ladimi? 800.000 so'm bo'ladimi? Oila uchun baribir muhim pul. Uchinchi vaziyat. 2 guruh nogironligi bor fuqaroning komissiya xulosasi oktyabr atrofida tugaydi. U shifoxonaga navbatga yozilgan, lekin barcha tahlillarni topshirishga ulgurmagan. Tizimda muddat tugagandan keyin pensiya avtomatik davom etmasligi mumkin. Shuning uchun bunday odamlar muddati tugashini kutmasdan kamida 20-30 kun oldin shifokoriga, poliklinikaga, tibbiy ekspertiza masalasiga kirishish kerak. Chunki bir hujjat yetishmasa, bir tahlil kechiksa butun to'lov kechikadi. 4-vaziyat, pensioner viloyatdan Toshkentga kelib farzandi bilan yashayapti. Pensiya hali eski tumanda rasmiylashtirilgan.
u keyinroq ro'yxatdan o'taman deb yuradi. Agar eski manzilda uni topishmasa, mahalla yoki pochta orqali ma'lumot kelmasa, to'lov tekshiruvga tushishi mumkin. Bunda odam aybdor bo'lmasligi ham mumkin. Lekin tizim uchun asosiy narsa tasdiqlangan manzil. Shuning uchun ko'chgan bo'lsangiz, rasmiy manzil va pensiya ishingizni ham tartibga keltirish kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchisi, ma'lumotnoma deganda hamma uchun bitta hujjat nazarda tutilmaydi. Kimdandir tiriklik haqida ma'lumot, kimdandir yashash joyi tasdig'i, kimdandir o'qish joyidan ma'lumotnoma, kimdandir nogironlik xulosasi, kimdandir ishonchnoma yoki bank rekvizitlari talab qilinishi mumkin. Shuning uchun qo'shningizdan sendan nima so'rashdi deb so'rab, o'sha hujjatni olib borish har doim to'g'ri emas. Har bir pensionerning holati alohida ko'riladi. Ikkinchisi, elektron bazada ma'lumot bor bo'lsa ham, ayrim vaziyatlarda qog'oz hujjat so'ralishi mumkin. Masalan, ta'lim muassasasi ma'lumoti bazaga hali tushmagan bo'lishi mumkin. Yoki tibbiy xulosa tizimida yangilanmagan bo'lishi mumkin. Siz hammasi elektron-ku deb o'tirsangiz, amalda to'lov kechikadi. Men maslahat beraman. Muhim to'lov masalasida faqat bazaga tushadigan gapga suyanib qolmang. Telefon qilib tekshiring. Kerak bo'lsa borib aniqlang. Hujjat qabul qilinganini bilib oling. Uchinchisi, ishonchnoma masalasi. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, kasal bo'lsa, boshqa shaharda yoki chet elda bo'lsa, uning nomidan boshqa odam ish yuritishi uchun qonuniy ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Oddiy qarindoshlik yetarli bo'lmasligi mumkin. Men uning qiziman, men uning o'g'liman, men keliniman degan gap insoniy jihatdan tushunarli, lekin huquqiy jihatdan har doim yetarli emas. Ayniqsa bank, pensiya to'lovi, hujjat topshirish, pul olish masalalarida ishonchnoma katta ahamiyatga ega. To'rtinchisi, telefon orqali kelgan xabarlarga ehtiyot bo'lish kerak. Hozir firibgarlar ham pensiya, nafaqa, kompensatsiya, qayta hisoblash kabi mavzulardan foydalanadi. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz bloklanmasligi uchun karta raqamingizni, SMS kodni, PIN kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi hech qachon sizdan SMS kodni so'rab pulingizni tekshirib berishi kerak emas. Hujjat masalasini rasmiy idora, rasmiy bank bo'limi yoki ishonchli davlat xizmatlari orqali hal qiling. Beshinchisi, bloklanish bilan bekor qilinishni adashtirmang. To'lov vaqtincha to'xtatilsa, bu pensiya huquqi butunlay yo'qoldi degani emas. Lekin vaqtida murojaat qilinmasa masala cho'ziladi. Masalan, odam oktyabrda hujjat topshirish kerak edi, lekin dekabrgacha yurdi. Keyin yanvarda bordi. Shunda qayta hisoblash, tekshirish, qaror chiqarish, bankka o'tkazish jarayoni vaqt oladi. Bitta kechikish bir necha oy noqulaylik keltirishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avvalo pensiya olayotgan har bir kishi o'z hujjatlarini tekshirsin. ID karta yoki pasport amal qilyaptimi? Familiya va ism to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana hamma joyda bir xilmi? Yashash manzili amaldagi joyga mosmi? Agar hujjat muddati o'tgan bo'lsa, uni yangilashni kechiktirmang. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatdagi muammo pensiya to'loviga ham ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. U yerga borib, mening pensiya ishimda yangilanishi kerak bo'lgan ma'lumot bormi? 10 oktyabrdan keyin to'lovim to'xtab qolmasligi uchun qanday hujjat kerak deb aniq so'rang. Savolni umumiy bermang. Menga ma'lumotnoma kerakmidi deb so'rang. Qaysi ma'lumotnoma kerak? Qayerdan olinadi? Qachongacha topshirishim kerak deb ham so'rang. Agar xodim biror hujjat aytsa, nomini yozib oling. Uchinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddat tugamaganmi? Hisob faolmi? Telefon raqami sizniki yoki ishonchli raqammi? Kartaga cheklov qo'yilmaganmi? Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, bankdan qonuniy vakillik tartibini so'rang. Karta muddati tugagan bo'lsa, pensiya kelaveradi deb kutmang. Ba'zan pul hisobga keladi, lekin karta orqali yechib bo'lmaydi. Ba'zan esa qayta identifikatsiya talab qilinadi. 4-qadam, nogironlik yoki imtiyozli pensiya bo'yicha hujjatlaringiz muddatini ko'ring. Agar komissiya xulosasi muddati yaqinlashgan bo'lsa, bugunoq poliklinikaga murojaat qiling. Shifokor ko'rigidan o'tish, tahlillar, yo'llanma, komissiya kuni xulosa bazaga tushishi bularning hammasi vaqt oladi. Men doim shuni maslahat beraman. Muddati tugashidan kamida bir oy oldin harakat boshlang. Oxirgi kuni yugurish eng katta xato. 5-qadam, chet elda bo'lgan pensionerlar albatta rasmiy tartibni aniqlashtirsin.
Agar pensioner O'zbekistonda bo'lmasa, uning tiriklik holatini yoki boshqa ma'lumotni qanday tasdiqlash kerakligini oldindan bilish zarur. Bunda konsullik, notarial tasdiq. Ishonchnoma yoki boshqa rasmiy talab qilinishi mumkin. Har bir davlatdagi holat turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun tanishing shunday qilgan ekan degan gapga qarab ish qilmang. Rasmiy manbadan aniqlang. 6-qadam. O'quvchisini yo'qotganlik, bolalar, talabalik, vasiylik yoki parvarish bilan bog'liq to'lovlarda o'qish joyidan, vasiylik organidan, mahalladan yoki boshqa tegishli tashkilotdan talab qilinadigan ma'lumotlarni vaqtida oling. Masalan, talaba haqiqatan ham kunduzgi bo'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar bola akademik ta'tilga chiqqan bo'lsa, o'qishdan chetlatilgan bo'lsa yoki o'qish shakli o'zgargan bo'lsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. 7-qadam, hujjat topshirganingizda qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Og'zaki bo'ldi, ketavering degan gap yaxshi, lekin muammo chiqqanda qo'lingizda hech narsa bo'lmaydi. Imkon bo'lsa, ariza raqamini qabul qilingan sana va mas'ul bo'limni yozib oling. Agar elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Keyin to'lov kechiksa, aynan shu raqam orqali tekshirdirish oson bo'ladi. 8-qadam. Uyda yoshi katta odam bo'lsa, farzandlar beparvo bo'lmasin. Ko'p pensionerlar hujjatnomalarni tushunmaydi, telefon xabarlarini o'qimaydi, bank ilovasidan foydalana olmaydi. Farzand sifatida o'yiga bir marta onangizning pensiya masalasini tekshirib qo'yish qiyin ish emas. Karta muddati, SMS xabarlari, hujjat muddati, yashash joyi, tibbiy ko'rik sanasi bularni bir daqiqada yozib qo'yish mumkin. Lekin vaqtida qilinmasa, keyin bir necha hafta idora yurishga to'g'ri keladi. Agar sizda pensiya to'xtab qolishidan xavotir bo'lsa, birinchi manzil tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limi. Aynan sizning pensiya ishingiz shu yerda ko'riladi. U yerga ID karta yoki pasport bilan boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, vakil borishi uchun ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjati kerak bo'lishi mumkin. 2-manzil bank bo'limi. Agar pensiya kartaga tushsa, bankdan karta, hisob, identifikatsiya va blok holatini tekshiring. Bank bilan pensiya jamg'armasining vazifasi bir xil emas. Pensiya jamg'armasi to'lovni tayinlaydi va yuboradi. Bank esa hisob va karta orqali pulni beradi. Shuning uchun muammo qayerda ekanini ajratish kerak. Ba'zan pensiya yuborilgan bo'ladi, muammo bank kartasida bo'ladi. Ba'zan karta ishlaydi, lekin pensiya jamg'armasi tomonidan to'lov ushlangan bo'ladi. 3-manzil mahalla yoki yashash joyi bo'yicha mas'ul tashkilotlar. Agar manzil yashash holati, parvarish, yolg'iz keksalik, ijtimoiy yordam kabi masalalar bo'lsa, mahalla ma'lumotlari ahamiyatli bo'lishi mumkin. Lekin faqat mahallaga borish yetarli bo'lmasligi mumkin. Sizga aynan qaysi idora hujjati kerakligini aniqlang. 4-manzil tibbiy muassasa. Nogironlik, parvarish, sog'liq holati bo'yicha pensiya yoki nafaqa olayotganlar poliklinika shifokor ekspertiza komissiyasi bilan muddatlarni aniq bilishi kerak. Tibbiy hujjatdagi bir kunlik kechikish ham to'lov kalendariga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz ariza yozsangiz, arizada fikr aniq bo'lsin. Masalan, men falonchi pensiya to'lovim 10 oktyabrdan keyin to'xtab qolmasligi uchun pensiya ishimdagi ma'lumotlarni tekshirib berishingizni, agar qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinsa, qaysi hujjat va qaysi muddatda taqdim etishim kerakligini yozma yoki og'zaki tartibda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar to'lov allaqachon to'xtagan bo'lsa, pensiya to'lovim qaysi sababga ko'ra ushlanganini aniqlab, to'lovni tiklash tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank karta ma'lumoti. Tegishli ma'lumotnoma, nogironlik xulosasi, o'qish joyidan hujjat yoki boshqa asoslarni ilova qilish mumkin. Lekin har doim ham hamma hujjatni ko'tarib borish shart emas. Avval talab qilinadigan ro'yxatni aniqlab oling. Shunda o'rtacha yurish kamayadi. Birinchi xato menga hech narsa bo'lmaydi deb e'tiborsiz yurish. Pensiya yillar davomida tushib kelgani uning hech qachon tekshirilmasligini anglatmaydi. Elektron tizim yangilansa, eski xato ham yuzaga chiqishi mumkin. Ikkinchi xato qo'shni yoki tanishning gapiga ishonish. Bir odamdan ma'lumotnoma so'ralgan bo'lsa, boshqasidan boshqa hujjat so'ralishi mumkin. Sizning yoshingiz, pensiya turi, yashash joyingiz, sog'liq holatingiz, oilaviy holatingiz boshqacha bo'lishi mumkin. 3-xato firibgarlarga ishonish. Hech kimga SMS kod, karta parol, pin kod bermang.
pensiya blokdan chiqadi deb pul so'rasa rasmiy idoraga borib tekshiring. Davlat to'lovi masalasida shubhali havola Telegramdagi noma'lum bot yoki begona telefon raqamiga ishonish xavfli. 4-xato hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Ayniqsa undan o'tkaber qoldirish, odam birdan murojaatida ko'p odam birdan murojaat qilsa navbatlar ko'payishi mumkin. Shu sabab men bugundan harakat qilishni maslahat beraman. Ertaroq tekshirgan odamning muammosi ertaroq hal bo'ladi. Demak, asosiy fikr shunday. 10 oktyabrdan boshlab ayrim holatlarda pensiya yangi ma'lumotnoma yoki yangilangan tasdiqsiz vaqtincha bloklanishi mumkin. Bu hammaga birdek qo'llanadi degani emas, lekin hujjatlarida, manzilida, bank kartasida, nogironlik xulosasida, o'qish ma'lumotida yoki chet elda bo'lish holatida noaniqlik bor fuqarolar albatta tekshirtirish kerak. Men sizga vahima emas, tartibni tavsiya qilaman. Bugun hujjatingizni ko'ring, bank kartangizni tekshiring, pensiya jamg'armasidan o'zingizga tegishli talabni aniqlang, kerakli ma'lumotnomani vaqtida oling. Shunda pensiya kechikishi, bloklanishi yoki qayta tiklash uchun ortiqcha yugurish xavfi kamayadi. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha qanday talablar aytilyapti? Kimdandir yangi ma'lumotnoma so'rashdimi? To'lovlar bilan muammo bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham foydali ma'lumot oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensiya olayotgan yaqinlaringizga yuboring. Bitta vaqtida yuborilgan video kimnidir pensiyasiz qolishdan saqlab qolishi mumkin.